Aha. Janob jang yoqmasligi mumkin. Meni shu yerda kutinglar, xo'pmi? Xo'p. Erim qaytib keldimi? Bu imkonsiz. Tahririyatimiz tashqariga qo'riqchi qo'ygan. Agar eringiz qaytsa, birinchi biz bilgan bo'lar edik. Xavotirga o'rin yo'q. Juda ham qiziq. Shu paytda kim keldi? Jiyan! Sizmisiz, bobo? Yuysanjan janob uyda yo'q dedi. Demak siz shu yerda ekansiz. Keling, o'tiring. Qani? Qandaydir tadbir bo'lyaptimi deyman, ha? Bu mening do'stlarim. Bu esa men aytgan bobom. Aynan u bizga vino sovg'a qilgan. Hozir sizga choy olib kelaman. Yo'q, ovora bo'lmang. Ganchayni oldiga muhim ish bilan kelgandim. Qishloqda shoshilinch ishlar chiqdi. Shu bilan bosh qotiryapman. Ana shu masalada keldim. Xiaozyan, siz uni qishloqdagi qarindoshimisiz? Tushunarli, demak qishloqlik qonundan bexabar. Bu vinoni siz sovg'a qildingizmi? Sen oddiy odamlarni umuman hurmat qilmaysanmi deyman. Ha? Qishloqdan bo'lsam nima bo'pti? Mamlakatimiz aynan qishloq odamlar tomonidan qurilgan. Bugun sen bilan bahslashmayman, chunki sen sherning do'stisan. Ammo keyingi safar gaplaringga e'tibor ber. Tilingni tiyib yur, qizim. Har xil gaplarni gapiraverma. Bobo, siz o'zingiz haqingizda qayg'ursangiz bo'lardi. Qalbaki vino tayyorlash noqonuniy ekanini bilasizmi o'zi?